Va nihoyat uyimni qurib bo'ldim. Qanday ajoyib sabzrangina uy bo'ldi. Ha, juda ham chiroyli. Arti uyingni nima balo qilib tashlading? Qanday qilding shuncha narsani? Sen qanday o'zi uyingni har kuni o'zgartiraverasan, ha? Qishloqqa men kreativ rejimidaman. Shuning uchun xohlagan blogimda xohlaganimcha ola olaman. Lekin sen hech qachon kreativ rejimga o'ta olmaysan. Nega? Men ham kreativ rejimga o'tib uy qurgim kelyapti. Qishloqqa sen qurishing mumkin bo'lgan eng zo'r narsa mana shu bo'ladi. Shuning uchun men bilan bahslashib o'tirma. Senga kreativ o'zi nima kerak hech balo qura olmasang. Nega qura olmaskanman? Shunaqa zo'r narsa quraman. Senga o'xshab sabzrang uychalar emas, haqiqiy zo'r narsalar. Mayli ishondim. Men senga bo'lmasam hozir kreativ rejimini beraman. Ko'raylikchi nimalar qila olarkinsan. Kel, sen bilan unda musobaqa qilamiz. Men kreativdaman, xohlagan narsani ola bo'ladi. Qanday zo'r, qara, men qanday qudratliman. Mazza, bunaqalarda endi menda cheksiz. Urra! La, men endi boyman. Men endi boyman, tushundingmi? Meni oldimga kelma. Fu, nima balolar sepib tashlading qishloqqa? Yana shu narsalaringmi? Bularni unda yig'ishtirib ol. Kel, sen bilan bo'lmasam, musobaqa o'ynaymiz. Bino quramiz ikkita. Kimniki zo'rroq, qiziqarliroq bo'lsa, o'sha yutadi. Kelishdikmi? Qanaqa bino? Tuzoqlar bilan har xilmi? Ha, o'sha naqasi. Sen nimalar qilyapsan qishloqqa? Doim orzu qilgan ishimni qilyapman. Jinni bo'lyapsanmi? Nimaga unaqa qilyapsan? Senga kreativ bergan zahoti uyimni portlatib yuborishni o'yladingmi? Birinchi bo'lib tentak bularni yig'ishtir. Nega unday qilyapsan? Yaramas. Xo'sh, sen bilan unda kelishib olaylik. Agar hozir musobaqa o'ynaymiz, o'shanda sen yutsang, uyimni portlatib yuborasan. Agar men yutsam, men seni uyingni portlatib yuboraman. Tushundingmi? Qiziq, baribir men yutaman. Shuning uchun mayli. Kel, senga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim bo'ya. Mana menga qara, juda ham qiziq narsa bor. Qani nima bor ekan ko'raylikchi. Axir bu Bankchan Minecraftning kanali-ku. Men bu kanalni juda ham yaxshi bilaman. Juda ham zo'r videolar chiqib turadi doim. Ha, menga ham. U yaqindagi kanalga yana yangi video qo'ydi. Ha, qishloqqa. Bo'lmasam video ustida uni kanalga havola qoldiraman. Kirib obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin. Ha, yana like ham bosib artifactsiylar deb yozib qo'yinglar. Xo'pmi? Xo'sh qishloqqa, unda sen bilan musobaqani boshlaymiz. Tushundingmi? Ikkita bino quramiz. Juda ham ulkan bo'ladi. Ichi to'la tuzoqlar bo'ladi. Kimniki zo'rroq bo'lsa o'sha zo'r. Mana yutish senga emas, tushundingmi kalmasa? Seni o'sha qofiyasi kelmagan qo'shiqlaringga. Kel, mana bu yerda ikkita bino qishloqqa yana nimaga axir hali erta yaramas, shuncha qilganimni rasvo qilding. Nimasi rasvo bo'libdi? Sal buzildi. Men yutaman-ku, o'shanda butunlay yo'q qilib yuboraman. Ha, yutarmish. Podadan oldin chang chiqarma, tushundingmi? Yur, Anverga borib quramiz. Yoki qo'rqasanmi? Yo'q, qo'rqmayman. Chiqib kelay. Nima? Ha, mayli. Qishloqqa, xullas seniki mana bu yerda, meniki esa mana bu yerda bo'ladi. Tushundingmi? Birovni binosini vaqtdan oldin ko'rish mumkin emas. Men temir blok ishlataman, senchi? Shundan cheksiz imkoniyating bo'lganda temir tanlaysanmi? Men zumradni tanlayman. Bilganingni qil, tushundingmi? Men binomni qurishni boshladim. Bo'ldi, menga xalaqit berma. Xo'sh, endi uni baland, uzun, juda ham ulkan qilish kerak. Yana kichkinacha qilib yurma, tushundingmi qishloqqa? Menga aql o'rgataverma. Shuncha zo'r qurasanmi? Umringda birinchi marta quryapsan-ku sen ham? Birinchi marta bo'lsa ham sendan ko'ra bilmadim, baba yaxshiroq quraman, tushundingmi? Shuning uchun men bilan ko'p o'ynashma. Men zo'r quraman. Senga emas, men bilan o'ynash. Mana ko'rdingmi qanaqa zo'r ish qildim? Ko'rmaysan shunki, hali erta. Sen bu yerda ish qurguningcha men shuncha narsalar qurib tashladim. Mayli, menga xalaqit berma, o'zing bilganingni qil, men o'zim bilganimni qilaman. Mayli bo'lmasam. Xo'sh do'stlar, endi bizni qishloqqa eshitmayapti. Xohlaganimizcha qursak bo'ladi. Boshlanishga mana shunday parkur qilamiz-da, keyin bo'lsa yana ozgina parkur qilamiz. Juda ham oddiy-ku, to'g'rimi? Hazil albatta. Mana bu yerda ozgina platformacha yasab olib, keyin o'sha yerda mana bunday bir tuzoq yasaymiz. Bu tuzoqda bir tarafda olmos turadi, bir tarafda esa loy. Qishloqqa olmosni tanlaydimi yoki loyni? Bu olmoslar oddiy emas, bular mina. Agar bularni sindirmoqchi bo'lsang, shartda portlab ketadi. Shuning uchun bular bilan ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Mana shunday ko'p qo'yib tashlaymiz, juda katta portlash bo'ladi. Salman bitta hozir nima dedim? Bu portlaydi dedim. Faqat men kreativ rejimida bular portlamaydi deb o'ylabman. Hamma yoq rasvo bo'ldi. Boshqatdan qurish kerak. Menga shu kerakmidi? Mayli. Bu safar endi tagida sandig'i turadi. Sandig'ning ichida esa tugma. Bu tugma bilan hozir bitta mexanizm quramiz, o'shanga kerak bo'ladi. Bu tarafda loy mana shunday qo'yib qo'yamiz o'rab.
Bu yoqda esa olmos. Olmosda esa hech narsa bo'lmaydi. Qishloqi olmosni tanlaydimi yoki loyni?